Oysha onamiz roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam namozda ba'zi rivoyatlarda salomdan oldin shunday duo qilardilar. Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabr va a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal va a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allohumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghrami. Ya'ni Rasululloh duo qilar ekanlar, ba'zi rivoyatlarda salovatni o'qib bo'lib, salom berishdan oldin shu duoni o'qir ekanlar. Parvardigor, men sendan azobi qabrdan panoh tilayman. Masih dajjal fitnasidan panoh tilayman. Hayot va mamot fitnasidan panoh tilayman. Parvardigor, men sendan gunohdan va qarzdan panoh tilayman. Sahobalar, yo Rasululloh, nima uchun bunchalik qarzdan ko'p panoh tilaysiz deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Innar rajula idza gharima haddatha fakadaba va wa'ada fa akhlafa." Rasululloh aytdilar: